Akam mashina olibdi. Damas. Alloh xayrli qilsin. Alloh alam ko'nglimda bir niyatim, bir gapim bor. Balki bu narsa aka-ukalarga ham saboq bo'lar. Akam 2017-yildan beri Gentraw olaman deb pul yig'adi. Qozoqda ishlaydi. Puli bor, men ham buni bilaman. Akamning oldiga bordim-da aytdim. Akam, men o'qimoqchiman. Akam aytdi, o'qi uka. Menda qora ishchi bo'lmay. O'qishga kirdim. Akamdan mashina olaman degan pulni ishlatib yubordim. Yillar o'tdi, akam Rossiyaga ketdi. Yana Rossiyada ishladi, meni o'qitdi, bekamni ko'z o'qitdi. Mashina olaman deb yana pul yig'di. O'qishni bitirganman, qarindoshlar bir kun uyga keldi-yu, maslahat qilib, mashinani nima qilasam, ukangni uylantirib qo'ydi. Akam bunday qarabda, ukamning yoshi katta bo'lib qolibdi, haqiqatan ham. Uylantiraman deb yana pul ishlatib yubordi. Yana pul ketdi. Akam yana Rossiyaga ketdi. Bu orada men uyqu olmadim dedim, pastdan fundament quydim, g'ishing terdim, qolgan qolmadim. Na davlat ishda ishladim, na bir narsani jolchitdim. Keldi Rossiyadan, qorada 1 yil yog'imda qoldi uyim. Uka dedi, moshin bo'lsa keyin olaman. Men olish pulda uyni bitkazadi. Uyda bitkazdik. Remont qildim, ko'chib kirdim akalar. Akam deport bo'lib ketdi Rossiyadan. Yana keldi. Toshkentda stroykada ishlab boshladi. 6 ishlabdi. Kelyapti. Uka qurbim yetgani, pulim bo'lgani mana shu damas bo'ldi. Kalitni beryapti menga. Uka, mana shuni ol. Sen el yurtni nazardasan, piyoda yurma. Men yaxshi uka bo'lmadim. Men akamda orzularining qotili bo'ldim. Akajonim. Yaxshi uka bo'la olmadim. Inshaalloh. Alloh alam, shunday bir niyatim bor. Kuni kelib Alloh nasib qilsa, inshaalloh Alloh nazardan qolmasam, xalqimda bir ishonchni oqlasam, mana shu ishimning kasb-korim orqasidan bir kun bir Gentraw olaman. Olaman, Xudo xolasa, akam orzu qilganday qop-qora tonirovkasi bor, luki bor. Olib, inshaalloh akamga sovg'a qilaman. Alloh alam, Allohim shunga nasib qilsin. Faxrlanaman akamdan.